0,2 kilogramm 10% o'yovchi natriy eritmasidagi kislorodning protonlar sonini toping. Berilishini yozib olamiz. O'yovchi natriy, ya'ni natriy gidroksid eritmasi berilgan ekan. Demak, eritma tarkibida natriy gidroksid va suv bo'ladi. Eritma 0,2 kilogramm ekan. 10% ekan va uni tarkibidagi kislorodni protonlar sonini topish kerak ekan. Buning uchun demak eritmani kilogrammda bo'lsa grammda yozib olamiz. Kilogrammda grammni farqi 1000 marta farq qiladi. Ya'ni 1 kilogramm 1000 gramm. Demak 1000 ga ko'paytiramiz. Eritma 200 gramm ekan. Demak 200 gramm 200 gramm butun eritma bo'lsa 100% da bo'ladi. 200 gramm 100% ekan. Natriy gidroksid 10% ekan. 10% ni topib olamiz. Va bu natriy gidroksid. Demak, proporsiya qilib topamiz. 210 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 210 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 0 bilan 0 qisqaradi, 0 bilan bitta 0 qisqaradi, 20 qoldi. 20 gramm ekan natriy gidroksid. Yozib oldik, 20 gramm. Umumiy hammasi 200 gramm bo'lsa, 20 gramm natriy gidroksid bo'lsa, qolgani suv. 200 dan umumiydan 20 ni ayiramiz va 180 gramm. Suv 180 gramm ekan. Endi har birining massasi bor, har birining molini topamiz. Demak, moli topishim bo'lsa, massani molar massaga bo'linadi. Massasi 20 gramm natriy gidroksid, molar massasi Mendeleyev jadval orqali topiladi. Mendeleyev jadval 23, 16, 1. Qo'shib bo'lsa 40. 20 ni 40 bo'lsa yarim mol. Natriy gidroksid yarim mol ekan, topildi. Suvni ham xuddi shunaqa topamiz. Massani molar massaga bo'lib, massasi 180 gramm. Molar massasi Mendeleyev jadval orqali 1, 2 ta vodorod 2 bo'ladi. Bu 16, qo'shsa 18. 180 18 bo'lsa 10 mol. Suv 10 mol. Endi har birining tarkibida kislorod bor. Kislorodni molini topamiz. Natriy gidroksidni nima? Natriy gidroksid, bitta natriy gidroksidda bitta kislorod bor. Demak, bitta natriy gidroksid, bitta kislorod bor. Bu teng ekan ular. Natriy gidroksid yarim mol bo'lsa, demak kislorodni topish kerak. Proporsiya orqali topsa ham bo'ladi. Yarimni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz, baribir yarim mol. Yoki 1 ga 1 bo'lsa, teng bo'lsa, demak kislorod ham yarim mol shunaqa tushunsak ham bo'ladi. Demak, natriy gidroksiddagi kislorod yarim mol ekan, topdik. Suv ham xuddi shunaqa. Bitta suv tarkibida bitta kislorod bor. Bitta suvda bitta kislorod bor. 10 mol suvda proporsiya orqali topsak ham bo'ladi. 10 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 10 mol suv kislorod bor. 10 mol suvda yoki tushunib 1 ga 1 nisbatda, ya'ni bitta suvda bitta bo'lsa, teng bo'lsa, 10 mol suvda 10 mol kislorod bo'ladi. Shunaqa topsak ham bo'ladi. Endi kislorodlarning umumiy molini topamiz. Yarim mol 10 mol. Demak, umumiy protonlarnikini topamiz. Demak, kislorod Mendeleyev jadvali 8 tartib raqamda joylashgan. Demak, tartib raqami protonlar sonini ko'rsatadi. Demak, kislorodda 8 ta protoni bor ekan. Bitta kislorodda 8 ta protoni bor ekan. Bir dona kislorodda 8 ta protoni bo'lsa, 10,5 mol kislorodda qancha bo'ladi proton? Proporsiya orqali topamiz. 10,5 ni 8 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 10,5 ni 8 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Ko'paytirsak 84, 1 ga bo'lsa 84 mol protoni bor ekan. Bu yerga yozib qo'yamiz. 84 mol protoni bor ekan kislorodda. Endi sonini toping degan. Demak, sonini topish bo'lmasa, molni Avogadro doimiysiga ko'paytiriladi. Molimiz protonni, o'sha kislorodli protonlar soni 84 mol chiqdi. Demak, kichkinaning o'rniga 84 qo'yamiz. Chunki proton topamiz. 84 ko'paytirib Avogadro doimiysi. To'g'ri javob 84 ko'paytirib Avogadro doimiysi bo'ladi. Avogadro doimiysi 6/10 ko'paytirib 10^23 ga teng. Avogadro doimiysini qo'yib ko'paytirib topsa ham bo'ladi. Masalada variantida Avogadro doimiysiligicha qo'yilgan.
Ya'ni Avogadro doimiysini 6/2 ko'paytirib 10 darajasi 23 qilib, to'g'rilab, uni ko'paytirilmagan. Avogadro doimiysligicha qo'yilgan. Shuning uchun shu javoblardan shuni izlaymiz. C variant to'g'ri javob.